Agar smartfondan kameraga o'tishni rejalashtirgan bo'lsangiz, Nikon brendidan Nikon Z30 kamerasini tavsiya qilamiz. Kamera o'zi ixcham bo'lsa ham, bunda juda ham katta zadachalarni eplab tashlash mumkin. Kamerada hamma narsa bor. Встроенный stereo mikrofon, shirokий 16-50 mm lik obyektiv, sensorli, pavorotli displey, to'xtamasdan 2 soatgacha video olish mumkin. Ko'p kameralarda yarim soatda to'xtaydi. Agar buni zaryadkasi tugab qoladigan bo'lsa, просто power bank ulab turib zaryadka olsangiz ham bo'laveradi. Video razresheniyasiga keladigan bo'lsa, 4K 30 yoki Full HD'da 60 kadrli syomkalar o'tkazsanglar bo'ladi bemalol. Agar ovoz вообще zo'r chiqishini xohlasanglar, alohida mikrofon ulash uchun razyomi ham bor o'zida. O'zingizlar bilan kundalik olib yurishga, vloglarga yoki har xil oilaviy rasmlarga tushishga mana shu kamera juda ham zo'rda, qo'lga ham rosa zo'r o'rnashadi. Bir xil kameralar bor, o'zi mana shunaqa ixcham bo'ladi, lekin qanaqadir qo'lga o'rnashi qiyinroq bo'ladi. Mana xivati bor-ku, sal neudobniyroq bo'ladi. Lekin mana shu Nikon Z30 kamerasi qo'lga вообще zo'r o'rnashadi. Bunaqa og'ir emas, xullas yoningizda olib yurish uchun повседневныйga juda ham zo'r kamera. Agar bu kamera sizlarga qiziq bo'lsa, bu kamerani qatdan xarid qilishni o'zingizlar yaxshi bilasizlar.